To'lg'onay dedim. Ha, aytganda senga bir yaxshi xabarim bor. Haligi qo'shnimiz bor-ku, Nonxon opa. O'shaning o'g'lidan maktub kelibdi. Nonxon opani xursandchiligini ko'rib, men ham ich-ichimdan xursand bo'lib ketdim. Nasıl bo'lsa, bizlarning farzandlarimizdan ham yaxshi xabar kelib qolar-a. Nima deding, To'lg'onay? To'lg'onay? Senga nima bo'ldi? Eshitdingmi? To'lg'onay dedi. Onasi? Tushunarli. Farzandlarimizni o'ylab qayg'urib o'tiribsan shekilli. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, onasi. O'ylama. Mana men aytdi dersan. Onasi. Bu qo'lingdagi nima? Menga bera qol. Onasi. Bera qol.
tezda yetib kelmasangiz, qonunga muvofiq javobgarlikka tortilasiz. Hammasi tushunarli. Menga ham navbat yetib kelibdi-da. Yana qaytib diydor ko'rishish nasib etarmikan? Yo'qmi? Ehtimol butunlay vidolasharmiz bugun. Agar shunday bo'lsa, qo'limizdan nima ham kelardi? Shuncha yil mehr oqibatda umr kechirdik. Agar o'rtada biror bir gap o'tgan bo'lsa, bir-birimizni kechiraylik, to'g'ri. Tag'in kim bilsin, nima yozilgan bu peshonangizga? To'g'ri. Sen hammasini hozir yig'lab ol, hech kim yo'qda. Keyin ko'z yoshlaringni hech kim ko'rmasin. Endi sen oila boshlig'in emas, mening o'rnimga birgadir ham bo'lib qolishing kerak. Birgadirlikni boshim bo'laman, Suvon. Eshitishni ham xohlamayman. Nima desang ham baribir. Erkakchasiga belni bog'lashing, birgadirlik otiga minishing kerak bo'lib qoldi. Axir yerni, suvni odamlarimizda sendan yaxshi biladigani yo'q. Ertadan ishni qo'lingga olasan. Bahorga tayyorgarlikni boshlaysan. Ot-ulovlarga dam ber. Pullik, mola, aravalarni remontga qo'yasan. Ayniqsa keksalarni, yosh bolali onalarni yodingdan chiqar. Turqan. Suvonkul. O'zingni gap. Suvonkul. Endi Suvonkul. alvido Turqan. Suvonkul. Alvido Turqan. Suvonkul.